Assalomu alaykum, Keyingi bekat London Telegram kanalining hurmatli obunachilari. Shu yaqin kunlarda bir qiziq video kelib qoldi bizning pochtamizga. Londonda bo'lib turgan bir o'zbekistonlik akamiz, hamyurtimiz o'z taassurotlari bilan bir qiziq video qilibdilar London hayoti haqida. U videoda ko'pchilik faktlarga men qo'shilaman va lekin degan joylari ham bor. Biz bugungi videoda o'sha lekin degan joylar haqida gaplashamiz. Keling birinchi o'sha videoni tomosha qilib olamiz. Masalan, qanaqadir davlatdan qarz bo'lib qolsangiz, qanaqadir to'lov nimalardir bo'lib qoladi endi hayotda. Agar to'lay olmasangiz, qanaqadir o'tlik ariz yozsangiz, asosiy qismini to'lab berar ekan. Shu ham insofdanmi? Qani miyib, qani o'ti jarima, qani olib tiqmaydimi 15 sutkaga hayron qolib ketasiz-da. Birinchi o'rinda o'sha qanaqadir davlatdan qarz degan narsani aniqlashtira olishimiz kerak. Agar kommunalka haqida gapirayotgan bo'lsa, bu yerda hamma kommunal to'lovlar bu xususiy kompaniyalarga boradi. Chunki biz bilamiz, Thatcher zamonidan beri juda ko'pchilik sohalar, sanoat sohalari xususiylashtirilgan, gaz ham, elektr ham hammasi xususiy kompaniyalarga to'lanadi. Qarz deb turib, masalan, agar jarimalar aytilayotgan bo'lsa, ha, to'g'ri, jarimalar u konsul hal qiladi bu narsani. Konsulga masalan yozib turib, konsul ya'ni mahalliy hokimiyatga yozib turib, sharoitim og'ir edi, to'la olmayman degan bo'lsangiz, ular qanchadir qismini kechib yuborishlari mumkin. Agarda siz o'sha qanaqadir qarzni nodavlat tashkilotlardan qarz bo'lib qoladigan bo'lsangiz, unda urdi xudo. Birinchi o'rinda siz ishingiz o'sha debt collector yoki bailiff degan odamlarga jo'natiladi. Hozir ko'rasiz u qanaqa odamlarligini. We'll be knocking on the door and we will get the money. Called in as a last resort. High court and false. He got quite threatening. You've got minutes, not days. You get frightened, you can't do the job. Va sizga kattagina kredit istoriyangizga default degan tamg'ani yopishtirishadi. Bu default как endi bankrot bo'lgan degan ma'noni bildiradi. Siz bunaqa tamg'a bilan boshqa hech qachon qarz ola olmaysiz. Undan tashqari keyin masalan nalogga paqqilatib oylikdan olib qo'yavermas ekan. Holi hamma rasxodingizni hisoblab berar ekansiz, uyimga muncha ketdi, menga muncha ketdi derkansiz, oxir ortib qolgan daromadingizdan nalog to'layar ekansiz. Shu insofdan. Soliq, ya'ni nalog tizimi bu yerda juda ham bir o'zgacha. Bu yerda nalogdan qochib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda hech qachon nalogchilar sizni xarajatlaringiz bilan hisoblashmaydi. Agar shunaqa bo'lganda, unda hamma xarajatlarni bo'rttirib ko'rsatgan bo'lardi. Mana meni xarajatlarim ko'p, nalog to'lamayman deb turib. O'sha hisobiga bu yerda nalog to'lanadi va siz aytayotgan narsa noto'g'ri. Hech qachon hisob-kitob qilinayotganda sizning xarajatlaringiz hisobga olinmaydi. Siz aytayotgan narsa minimum threshold bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha 12 minggacha bo'lgan sizning daromadlaringiz soliqqa tortilmaydi, undan keyingisi tortiladi. Lekin bu sizning xarajatlaringiz hisobga olinadi degani emas. Yoki bo'lmasa uy arendaga olsangiz, 2 oydan keyin hokimiyatga murojaat qilsangiz, "Men oyligim kam, uyim arendasini to'la olmayapman" desangiz, 50% dan 100% gacha to'lab berar ekan hokimiyat. Shu ham insofdanmi? Qana bu anaqa ish. Keling shu yerda bitta narsani aniqlashtirib olaylik. Biz O'zbekistondan kelgan O'zbekiston fuqarolarining vizasiga yoki o'sha vignetta stikeriga katta qilib no public funds deb yozib qo'yilgan. U degani siz hech qanaqa bir hokimiyatga menga pul kerak deb murojaat qila olmaysiz. Qachonki agar siz shu yerda fuqarosi bo'ladigan bo'lsangiz, faqatgina unda sizga qanaqadir yordamlar berilishi mumkin. Bu aytayotgan narsangiz ming afsuski xato. Biz hech qachon bu yerdan xoh benefit, xoh financial support ola olmaymiz. Pulim bo'lsa kartada, yotasan divanda. Menga umuman yoqmadi bor bu London. Bir g'alati bor. Tushunmadim.